alaykum xonadonlar. Ko'rishlar mumkin qo'yxonamiz. Bizlar 4 metrga 1,5 metr. 8 ta 10 ta qo'yga mo'ljallangan diyor. Hozir kattasidan o'sha 10 ta hozir mana shu holatda. 10 ta holatda mana pol taxtalari. 1 yildan ortdimi, 2 yil oldimi olganingizga? 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. Kimdan olganingizga go'ngi pastga tushib ketyapti. Pol taxtaning usti quruq. Yana qo'yxonamiz holat. Qo'ylar ham примерно hozir 80 kilo oldi, 100 kilo olgan birda ekan, ha? Примерно 80. 80-100. Ko'rishlar mumkin. Hozir yana bitta olib kelib akamizga. O'rtasida перегородка yo'g'idan oladilar akamiz. Mana o'rtasida перегородка yo'g'idan. Yana qo'ylarimni bosolaman dedilar, mana qo'ylar yana. Bular nech puldan oldingiz aka? Bularni 25 ta. 2 million 500 ming so'mdan. 30 ta 40 ta boshi kelyapti. 56 ta. 56 ta mana qo'yaptilar akamiz. Aka, qo'yxonamizda yoqdimi aka? Kamchiliklar yo'qmi, xudo xolasa? Yo'q, kamchiliklar yo'q, yana yoqtirib, yana aytdik-ku. Aka, xohlasa qo'ldan kelsa chiroyli qilib beramiz. Tashqi pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Cho'tka qilib chiroyli qilib yetkazib beramiz.